Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. 6-sinfdan BSB topshirig'i berildi. Bir o'qituvchi mana shuni qanday qilib bajarish mumkinligini so'radi. Keling, mana shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, 1-chi, 2-chi va 3-chi topshiriqlar Excel bo'yicha, 4-chi va 5-chi topshiriqlar ko'ryapsiz, Access dasturi bo'yicha. Keling, bularni birma-bir bajaramiz. Birinchi topshiriq: Microsoft Excel dasturida ushbu ko'rinishdagi jadvalni hosil qiling va jadvalga ko'rsatilgan ma'lumotlarni kiriting. Mana jadval. Buni hosil qilish uchun men Microsoft Excel dasturini ochib qo'ydim. Endi keling, buni hosil qilamiz. Buni hosil qilishimiz uchun, ya'ni umuman olganda mana shu ma'lumotlarni kiritish uchun bularni birma-bir yozib chiqsak ham bo'ladi. Endi jarayonni tezlashtirish uchun keling, men buni screenshot qilaman. Bu yerdan uni matnini olamiz. Endi bularni joylashtirib chiqish kerak. Mana bu yerda joylashdi. Mana bu satrni o'chirib turaylik. Endi keling, bularni bir marta tanlab, mana shu uzunligini moslashtirib chiqamiz. Mana uzunligi moslashtirildi. Endi mana bu qiymatlarni ham yozib chiqishimiz kerak. Buni bajardik. Mana shunday qiladigan bo'lsak, yana ham yaxshiroq ko'rinadi. Shu bilan birinchi vazifani bajardik desak ham bo'ladi. Faqat mana bu yerda keling, yana bitta ustun qo'shaylik, chunki tartib raqamlari qolib ketibdi. Mana bu to'ldirildi. Keling, mana buni ham sal uzunroq qilaylik. Mana shunday. Endi keyingi qiladigan ishimiz 2-chi topshiriq. Hozir mana shu joygacha biz 1-chi topshiriqni bajardik. Yuqoridagi jadvalni ushbu ko'rinishda formatlang. Bu yerda formatlash asosan faqatgina mana shu yuqori qalin va ko'k qilingan ekan. Keling, bularni hammasini mana bunday jadval holatiga o'tkazib qo'yamiz. Keyin yuqorisini ko'k qilamiz. Yozuvni shriftini ham o'zgartirishimiz mumkin. Mana shunday. Biz 2-chi vazifani ham bajardik. Endi 3-chi vazifa. Yuqoridagi jadvalda berilgan ma'lumotlar asosida quyidagilarni hisoblang. F ustunda har bir ishchining oylik ish haqqi dollarda chiqishi kerak ekan. Demak, mana bu F ustunni hisoblaymiz. Buni ko'rinishini keling, mana shu dollarga o'tkazib qo'yaylik. Endi bu yerda qanday hisoblaymiz? Oylik ish haqqini hisoblash uchun ikkalasini bir-biriga ko'paytirishimiz kerak. Chunki bu yerda kunlik ish haqqi, mana bu yerda shu oydagi ishlagan kunlari soni. Demak, teng yozamiz. Buni ko'paytiramiz bunisiga. Ya'ni D2 ni E2 ga ko'paytiryapmiz. Endi buni pastgacha tortsak bo'ladi. Mana ko'ryapsiz.
pul dollar hisobida chiqdi. B. G ustunida har bir ishchining oylik ish haqqi so'm. Bunda $1 12.870 dan hisoblash kerak ekan. Demak, teng mana buni ko'paytirishimiz kerak. $1 12.870 ga. Demak, bizda 9.900.000 soni chiqdi. Faqat buni ko'rinishini endi bu so'mda chiqish kerak. Mana shu ko'rinishda. Bu so'mda hisoblanyapti. Endi buni pastga tortamiz. Va mana ko'ryapsiz, bu so'mda chiqdi. Va bu chiqqan natijani xohlasak mana bunday o'ng tarafga o'tkazib qo'ysak ham bo'ladi. Keyingisi H ustunida 12% daromad solig'i. Keling endi soliqni hisoblaymiz. Teng mana shu sonni ko'paytiramiz 0.12 ga. Endi buni pastga tortamiz. Buni ham o'ng tarafga o'tkazib qo'yishimiz mumkin. I ustunida hisoblangan maosh. Demak, bu qo'lga tegishi. Bu degani mana bu summadan soliqni ayirib tashlab hisoblashimiz kerak. Teng mana shu summadan ayiramiz soliqni. Va buni pastga tortamiz. Va mana 3-chi vazifani ham bajardik. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, so'rasalaringiz bo'ladi. Endi 4-chi vazifani bajaramiz. Microsoft Access dasturida quyidagi jadvalni hosil qiling. Buni hosil qilish uchun men Accessni ham ochib qo'ydim. Bu yerdan bitta baza yaratishimiz kerak. Hozircha bazani nomi mana shu database 8 bo'lyapti. Siz o'zingiz xohlagan nomni bersangiz bo'ladi. Keling buni ID qilamiz. Shu bilan bo'ldi. Endi bu jadvalni to'ldirsak bo'ladi. Demak, Karimov berilgan jadvalni biz yaratib chiqdik. 4-chi topshiriq bajarildi. Keling buni saqlab qo'yamiz. Endi 5-chi topshiriqni bajaramiz. Quyidagi natija chiqishi uchun qanday so'rov yoziladi? Demak, biz so'rovni yozishimiz kerak. Bu yerda konstruktor zaprosov turibdi. Keling mana shuni bosamiz. Добавить. Jadvalni bu yerga joylashtirib oldik. Endi bu yerga e'tibor qilamiz. Demak, ism chiqyapti va keyin oylik ish haqqi va kunlik ish haqqi chiqyapti. Nima qilishimiz kerak? Birinchi mana bu yerdan name ni tanlaymiz. Mana bunisidan oylik va mana bunisidan kunlik. Va endi bu yerda shart ko'rsatishimiz kerak. Hozirgi holatda biz ism bo'yicha ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun name ga yozishimiz kerak. Maqsudova Guli. Mana shunday. Keling endi buni bajarib ko'ramiz. Mana ko'ryapsiz, bajargan vaqtimizda mana shu Maqsudova Gulina deylik pullari kelib chiqdi. Bu yerda mana bu oddiy son sifatida yaratilgan ekan, ko'ryapsiz. Shuning uchun bularning oldida dollar belgisi yo'q. Biz ham shu narsani amalga oshirib qo'yishimiz mumkin. Endi so'rovni qaytadan yuboramiz. Mana bu holatda ko'ryapsiz, xuddi mana bu kabi chiqdi.
Keyingi darslarda ko'rishguncha